Shu payt nima qilyaptilar? Ojon tiqillatib nimalar qilyapsiz shu payt? Voy kelin, uyg'otib yubordimmi? Azonlab nima qilyapsiz ojon? Siz bola emzasiz, ro'za tutmaysiz deb uyg'otmagan edim bolam. Men o'zimga saharlikka bu narsa tayyorlayotgandim. Saharlik bo'lgandan keyin dishlarni yuvib, svetlarni hamma yoqqa o'chirib qo'ying. Qolib ketmasin dishlar. Xo'p, bolam, xo'p. Ali adasi, Ha, onasi nima gap? bugun vaqtliroq keling, oyimga iftorlik vaqtliroq borish kerak. Onaman boralarmi? Ojon, yetilib nima qilamiz? O'zimiz boramiz. Ha, bo'pti, kiyim tur, hozir boraman. Nima, kelib yaxshi qilibsan, kel oqar. Voy oyijon, men biram sog'inib ketdim sizni. Siz yaxshi ko'rgan xurmo bilan Napoleonni olib keldim oyijon. Ona, iftor mahalam bo'lib qoldi, keliningiz ko'rinmayapti. Dasturxoningiz ham tayyorlanmagan hali. Voy qizim, biz qudamniki iftorlikka ketyotgandik. Kelin bilan birga kiyinib poylab turdik. Endi sen kelib qolding. Men iftorlikka bormayman. Tura qol qizim, bu narsa tayyorlab, maza qilib choy ichamiz. Ha, xo'p, oyi unda. Hozir siz o'tiravering, men o'zim tayyorlab tashlayman. Voy qizim, Ojon, o'tirdingizmi? Keling, saharlik tayyorlab qo'yib, birga o'tirib choy ichamiz.